Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, kuninglar xayrli o'tsin. Ko'pchilik mana Aito M7 ni reklama qilganimda menga qanaqa mashina ekan o'zi bir tushuntirib bering yaxshilab deyishdi. Bugun mana boshqacha video olaman. O'zim nimasini ko'rsam, xuddi sizlar ko'rgandek mashinani ko'rsatib tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, bu mashinada oldi polni yonib beradi. 360 gradus kameralari bor. Stirematika, bu degani 4 tala balonni ham tortadi. Oldiga keladigan bo'lsa mana park tronikalarini ko'rishingiz mumkin. Oldida 6 ta park tronikalari bor. Bu mashina Xitoyda juda ham mashhur mashina, Huawei. Lila bilan solishtirishadi. Men endi ko'p mashinani unaqa degim kelmaydi. Hamma mashina o'ziga yarasha bo'ladi o'rtoqlar, o'zingizlar bilasizlar. Xo'p, bu mashinamizni men bugun haydab yuribman, polni kunim bilan. Tortishlari zo'r. Faralar mana ko'rishingiz mumkin. Polni lazerli faralar turibdi. Ma'mullar ham, vozoxotlar ham mana prosta video uchun emas, orqasidan mana chiqib, bemalol mana ishlaydi bular. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsa 255 ga 45 R20 ko'rasizlar. 20 katta saka diskida turibdi. Bu mashinani olgandan keyin hech qanaqa navorot yo'q qilish shart emas. Ko'rinishiga keladigan bo'lsa, qaranglar. NFC karta joylari bor bunda. Xo'p, 360 gradus kameralari bu yerda joylashgan. Pоворotning joylari. Eshikni yopadigan bo'lsak, prisoskalari ham bor va eshik ochganimizdan keyin o'zini mana paroglari ham chiqib beradi. Xo'p, bu yo'g'ini ko'radigan bo'lsa, men sizlarga polni o'zim nimani ko'rsam tushuntirib ketaman, ko'rib turaveringlar. Polni rezinka bilan qoplangan. Bu yo'g'ida ham mashina o'zida ham bor. Bu degani eshik yopgandan keyin mana pastda ham rezinkalari bor. Mana bu joylarni kir qo'yolmaydi bu. Bemalol yuradi. Xo'p. Sidenalariga keladigan bo'lsak, polni bu kapitanskiysi hozir. Sidenlari polni elektropaket bo'ladi. Bunda abduf, abagrev hammasi bor. Xo'p, salonni ichini ko'rishingiz mumkin mana. Rullari polni multimedia bo'ladi. Mana shunday hamma narsani boshqarasizlar. Undan tashqari o'zining 10 dyumli ekrani ham bor. Bu yerda cruise kontrollari mana bu yerdan bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Беспроводной zaryadkalarga keladigan bo'lsa, беспроводной ikkita bu yerda joylashgan. Skorslar bu yerda, pastkanchiklari mana ko'rishingiz mumkin. Bundoq ochib, yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Barini mana ochadigan bo'lsak, barini ichini ko'rsanglar. Barida ham USB-si bor, sveti bor. Antan konditsioner shamoli ham chiqib turadi. Mana bitta prekuriter joylari ham bor. Yana menga yoqqan tarafi bu mashinani mana mashina o'zidan sidenasidan ligrovka qilsanglar bo'ladi. Chunki orqasi buni atamankali bo'ladi. Kapitanskiy bu. Xo'p. Men materiallarga keladigan bo'lsak, materiallar umuman ovoz yo'q, shumkalar zo'r bo'ladi. Head-up displeylari bor buni. Bu yerda Huawei akustikasi, lekin o'rtoqlar bitta gapni aytaman, akustika bo'yicha yorvorgan chiqashi vobshe zo'r, kolonkalari chotki ishlab beradi. Kelgan tepalariga keladigan bo'lsa, ikkita chirog'i bor, bu yerda ichini kuzatib turadigan kamerasi bor. Ochib yopib qo'ysanglar bo'ladi. Bunda zo'r tarafi qaranglar. Ham shtorka bor, ham panorama tom, ham luki ham bor. Ko'p mashinalarda bilasizlar, yoki panorama o'zi bo'ladi, yoki faqat parda bo'ladi. Bunda 3 v 1 qilingan, uchalasan, xohlaganinglar bor bunda. Xo'p, mashinani sifatiga keladigan bo'lsak, orqalarini ko'rishingiz mumkin. Mana orqalarida ham park tronikasi 6 tadan. 4 ta qo'yilmagan, 6 ta videoni ko'rishingiz mumkin mana. Keyin orqasidan ham ochadigan bo'lsa, mana ko'rasizlar, polni kapitanskiy bu yerda. Mana buni misol bitta bosamiz, ko'rasizlar, oldi sidena yoqib ketdi. Bu sidenalar mana o'zi atamankalari chiqib. Sidena mana ko'rdinglar, yonga ham yuradi u tarafga. Faqat orqaga emas, yonga yurib ko'rasizlar. Polni mana yotib beradi. Hop, bunday chiqib oladigan bo'lsak, endi orqadan ko'rinishi. Bu mashinalar o'rtoqlar, xo'jayinlar uchun uzoq yo'l ketayotganda, charchaganda bemalol yotqizib olib, maza qilib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Glavniysi bu mashinaning narxi bo'ladi o'rtoqlar. Bunaqa narxga, bunaqa funksiyali mashina aniq menimcha topa olmaysizlar. Narxini o'rtoqlar, xo'p, kapitanskiyligi 34 ming, buni 5 ta o'rindiqligi bor 31 ming o'rtoqlar. Bunaqa narx menimcha hech qayerda bo'lmasa kerak. Bu yo'g'ini ko'radigan bo'lsanglar mana xrustalniy chiroqlar ishlatilgan. Bu yerda mikrofon, Bluetooth orqali bemalol gaplashib ketsanglar bo'ladi. Momentda mana deflektorlar bor. O'zingizga xohlagancha shamolni to'g'irlab olasizlar.
Mana orqadan ko'rinishi yotib bemalol ketasizlar. Orqada yana ikkita odam uchun joylari bor va mana bu pastganchi orqada o'tirgan odam ham maza qilib ketadi. Orqada yana даже kolonkalari bor. Bu yoqlarda svetlari polni qo'yilgan. Ko'rasizlar, xrustanlik boshqacha chiqqan. Xo'p, bu mashinani kech payt ko'radigan bo'lsanglar, mana bunaqa joylarda polni podsvetkalari bor. Kech payt umuman boshqacha ощущение beradi. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan просто shunchaki o'zinglarni ko'zinglar bilan ko'rgandek, men o'zim nimasini ko'rgan bo'lsam, shularni sizlarga aytib berdim. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like va podpiska bosib qo'yinglar. Pastda raqam qoldiraman. Kimga mana shu mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha raqamga chiqishinglar mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.